Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. 31 mart soat 6 tongi. Biz va nihoyat Farg'ona shahriga kirib keldik mana. Inshaalloh yetib keldik masjidlarga. Juda uzoq safardan keldik. Gurlan safari haqida hali bir to'liqroq bir video chiqaraman. Mana Nurlar shahri Farg'ona, Nur shahri Farg'onaga kirib keldik va nihoyat alhamdulillah. Sog' salomatchilikda ko'rishaylik. Bizda quyosh mana ko'rinib yormaydi-da. Haligi ko'rsatdim-ku sahroda quyosh chiqishini. Bizda mana shunaqa shafaq bo'lib qoladi-da. To'sib qoladi nimalar, uylar. Shuning uchun hatto chiroyli ko'ringanida. Lekin na samом деле bizni shahrimiz ham chiroyli. Sog' salomat bo'lasizlar. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar.